بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فعليك باليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم فعليك بكل من طغى وبغى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Valhamdulillahi Robbil Alamin. Alloh taoloning fazli va marhamati bilan, Alloh taoloning go'zal ismlar fiqhining navbatdagi, Alloh taoloning go'zal bo'lgan Al-Majid degan, barcha maqtovlarga sazovor degan ismini ma'nolari to'g'risida inshaalloh gaplashamiz. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsa aytadiki: "Va huwa ismun azimun warada fi kitabillahi ta'ala fi mawdi'ain." Mana bu Alloh taoloning Al-Majid degan ismi Qur'onning ikki o'rnida zikr qilinadi. Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Rahmatullohi va barakatuhu alaykum ahlal bayt. Innahu Hamidum Majid." Hud surasining 73-oyatida sizlarga Allohning rahmati va barakati bo'lsin, ey ahli bayt. Albatta u Alloh Hamid bo'lgan, barcha maqtovlarga, hamdlarga sazovor bo'lgan va yana Majid bo'lgan, barcha ulug'lanishliklarga, maqtovlarga sazovor bo'lgan zotdir deb turib Alloh taolo aytadi. Va qawluhu ta'ala va huval g'afurul wadud zul arshil majid. Buruj surasining 14-15-oyatida Alloh taolo aytadiki: va u al-g'afur bo'lgan, o'tayam kechirimli bo'lgan, al-wadud bo'lgan, o'tayam sevadigan, o'tayam mehribon, mehrli bo'lgan Allohdir. Zul arshil majid. Al-Majid bo'lgan, barcha ulug'lanishlikka, maqtovlarga sazovor bo'lgan arshning Robbisidir, arshning sohibidir. Muallif aytadiki: va u Al-Majid degan ism Alloh subhanahu va taoloning go'zal bo'lgan ismlaridandir, husno bo'lgan ismlaridandir va yana bir necha ma'nolarga dalolat qiladigan, ya'ni bittagina ma'noga dalolat qilmaydi, balki bir necha ma'nolarga dalolat qilgan ismlardandir. Va ma'nahu wasi'us sifati azimuha kathirun nu'uti karimuha. Va u sifatlarning eng kengi va eng ulug'idir va yana sifatlarning eng ko'pi va eng karamli va eng hurmatligidir. Bu Al-Majid bo'lgan Alloh taoloning ismidir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning Al-Majid degan ismi ko'pgina sifatlarga, ko'pgina ma'nolarga dalolat qiladi. Al-Majid degani barcha maqtovga sazovor degani, har bobda Alloh taolo maqtaniladi. Alloh taolo Roblik bobida maqtaniladi. Alloh taolo Roblik bobida ugina maqtovga sazovordir. Ya'ni xo'jayinchilik qilish, yaratishlik, o'ldirishlik, rizq berishlik, boy qo'yishlik, kambag'al qo'yishlik, ishlarni yuritishlik, tiriltirishlik, yo'qdan bor qilishlik, mana shunday boblarda, mana shu ishlarda yakkayu yagona sig'iniladigan haqli bo'lgan zot bu Alloh taolo deganidir. Odamlar kashf qiladi, izlanishadi, yasashadilar bor narsadangina faqat. Ammo hech qachon ular yo'q narsadan bor qila olmaydilar. Alloh taolo Qur'onda ular garchi hammasi bir-biri bilan hamkorlik qilib, insonlarni, yer yuzidagi barcha insonlar bir-biri bilan hamkorlik qilgan holatda bitta pashshani ham yarata olmaslar deb Alloh taolo ularga tahaddiy qiladi. Ya'ni ularga Alloh taolo hech qachon bu ishni qila olmaydilar dedi, yarata olmaydilar dedi. Ya'ni yaratishlik bobida Alloh taologina maqtaniladi. Chunki u Alloh taolo shunday zotki, yo'qdan bor qiladi-da. Siz va bizlar yo'q edik, ammo bizlarni paydo qildi Alloh taolo, yaratdi. Mana shu haqiqiy yaratishlik. Ala lahul xalqu val amr. Ungaginadir yaratishlik va amr qilishlik deb Alloh taolo o'zini maqtaydi. Demak, Alloh taolo har bir ishida Alloh taolo maqtalinadi. Maqtovga yakkayu yagona sazovor bo'lgan iloh bu kim ekan? Al-Majid bo'lgan Allohdir. Alloh taolo kuchlilik borasida ham maqtovga yakkayu yagona sazovor bo'lgan zotdir. Alloh taoloning kuchini chegarasi yo'q. Hozirgi paytda insonlar yoki maxluqlar qaysi kuchga yetmasinlar, ammo ularga ana shu kuchni beruvchi, ana shu kuchni ularga erishtirgan zot bu Alloh bo'ladi. Alloh taolo barchalaridan ko'ra kuchliroq va kattaroqdir. Maqtanilish kerak bo'lsa,
maqtanilish kerak bo'lsa, faqatgina ugina zot maqtanilish kerak. Shuning uchun ham hozirgi paytda biz Alloh subhanahu va taologa maqtovlar aytishlikning o'rniga, hamdlar, sanolar, ulug'lashliklar aytishlikning o'rniga biz hozir maxluqlarga yaratilgan narsalarga maqtovlar aytadigan bo'lib qoldik. Yaratilgan maxluqlarni maqtaydigan bo'lib qoldik. Agarda hozir bizga eng oxiriga chiqqan jihozlarni xususiyatlari, imkoniyatlari to'g'risida savol beriladigan bo'lsa, biz soatlab maqtaymiz. Oxirgi chiqqan markablarni, ulovlarni shu darajada maqtaymizki, hatto bir o'tirish o'tib ketib qoladi. Ana shu markabni, ana shu mashinani maqtab o'tib ketib qoladi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi, qaysiki bir o'tirishda biror bir qavm o'tirmasin, biroq u yerda Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, ya'ni Allohni maqtamaydigan bo'lsa va rasullariga salovat aytmaydigan bo'lsa, ana shu o'tirishlari faqatgina ular uchun nadomat va hasrat bo'ladi. Qiyomat kunida uni o'kinish bilangina eslanadi. Ya'ni u bizni yomon, ya'ni ziyonimizga hujjat bo'lib qoladigan o'tirish bo'lib qoladi. Har bir bobda, har bir ishda yakkayu yagona haqiqiy maqtovga loyiq bo'lgan, mustahiq bo'lgan, sazovor bo'lgan bu zot kim ekan? Al-Majid degan Alloh taolo bo'ladi. Muallif aytadiki, vallohu azza va jalla majjada nafsahu fi kitabihi fi ayatin adida. Alloh azza va jalla o'zini oyatlarida, Qur'oni Karimida oyatlarida bir necha oyatlarda maqtaydi. Balki Qur'oni Karimni barchasi Alloh taologa majid aytishlikdir, ya'ni Alloh taoloni ulug'lashlikdir. Bal innal Qur'anal karima kulluhu kitabu tamjidin va ta'zimin lillahi azza va jalla. Qur'oni Karimni barisi o'zi Alloh taoloning ulug'lashlik kitobidir. Biror bir oyati yo'qki, la takhlu ayatu min al-Qur'ani min dhikri shay'in min asma'illahil husna va sifatihil ulya va af'alihil hakima. Biror bir oyat yo'qki, ana bu oyatda Alloh taoloning yo ismi zikr qilinadi, maqtaniladi, yoki sifati Alloh taoloning maqtaniladi, yoki hikmatli bo'lgan fe'llari Alloh taoloning maqtaniladi. Har bir oyatda Alloh taolo maqtanilganda, shuning uchun ham biz aytamizki, doim aytamizki, Allohni ulug'lashlik, Allohga hamd, tasbihlar aytishlik bu Alloh taologa yoqadi va banda uchun bu ibodat bo'ladi. Faraz qiling, siz tilingiz bilan Alloh taoloni zikr qilasiz, ibodat, sizga hasanot yoziladi. Va har bir qilgan zikringizga Alloh taolo sizga hasanot beradi. Gunohlaringizni o'chiradi har bitta qilgan zikringiz bilan va shu bilan birgalikda darajangiz ko'tariladi. Eng maqtagan oyatlardan bu Qur'onda eng ulug' oyat bu Oyatul Kursidir. Va yana Qur'ondagi eng ulug' sura, chunki u surada Alloh taolo maqtalgan va ulug'langan sura bu Fotiha surasidir. Imom Muslimning Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Abu Hurayra aytadiki radhiyallohu anhu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday deyotganliklarini eshitdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Alloh taolo aytadi: "Allohu taala qasamtu as-salata bayni va bayna 'abdi nisfayn." Namozni men bandam bilan o'rtamizda ikkiga bo'lib qo'ydim, turib Alloh taolo aytgan. "Va li 'abdi ma sa'al." Bandamga so'raganidir. Ya'ni nimani so'rasa beraman ana shu namozda. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi robbil alamin. Qachonki banda alhamdulillahi robbil alamin desa, ya'ni maqtovlarning, ya'ni hamdning barisi olamlarning Robbisi Allohgagina desa namozda, ya'ni Fatihani birinchi oyatini o'qisa, qala Allohu taala hamadani abdi. Alloh taolo shunday aytganki, javoban ana shu bandasiga, bandam menga hamd aytdi. Va idza qala ar-rahmanir rahim. Qachonki banda ar-rahman ar-rahim deb turib ikkinchi oyatni o'qiydigan bo'lsa, u mehribon va rahmdildir deb turib Alloh taolo maqtaydigan bo'lsa, qala Allohu taala athna alayya abdi. Alloh taolo aytganki, bandam menga sano aytdi. Bu ham maqtov, sano degani maqtov degani. Va idza qal maliki yawmiddin. Qachonki banda aytadigan bo'lsa, maliki yawmiddin deb turib keyingi oyatni o'qiydigan bo'lsa, qiyomat kunining podshohi, xo'jayini bo'lgan deb turib Alloh taoloni maqtaydigan bo'lsa, qala Allohu taala majjadani abdi. Bandam meni ulug'ladi, ya'ni barcha maqtovlarni menga tegishtiryapti deb turib Alloh taolo aytgan. Fa iza qala iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Qachonki banda sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam, madad so'raymiz deydigan bo'lsa, qala hadha bayni va bayna abdi va li abdi ma sa'al. Mana bu meni va bandamning o'rtasidagi ishdir. Bandamga so'ragani bo'lar deb turib, ya'ni so'raganini men beraman deyapti. Fa iza qal, qachonki aytadigan bo'lsa, ihdinas siratal mustaqim. Bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin deydigan bo'lsa, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin deydigan bo'lsa, bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan
g'azabga uchraganlarning yo'liga emas, va yana adashganlarning yo'liga emas. G'azabga uchraganlar kimlar ular? G'azabga uchraganlar kimlar ular? Ular yahudiylar. Va adashganlar kimlar ular? Ular nasroniylar. Ya'ni yahud va nasroniylarning yo'liga boshlab qo'ymagan, bizlarni balki to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyat. Har bir inson, musulmon odam ihdinas siratal mustaqim deyotganda, mana shu oyatni o'qiganda, mana shu narsani ta'ammul qilib, xushu-xuzu bilan o'qish kerak. Shuning uchun ulamolar aytadiki, kimdagi har alhamduni o'qiyotgan paytda ihdinas siratal mustaqimni bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyatda chin yuragidan Allohdan so'raydigan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga batahqiq Alloh taolo boshlaydi. Chunki Alloh taolo aytadiki: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Alloh taolo Qur'onda aytadiki, qachonki bandalarim meni haqimda so'rashadigan bo'lsa, har bir oyatda qul faqul deb turib Alloh taolo aytadi. Sizdan so'raydigan bo'lsa, bas ularga ayting deb turib Muhammad alayhisalom doim oyatlarda buyuradi. Lekin bu oyatda Alloh taolo bunday demaydi-da, qachonki bandalarim men haqimda sizdan so'raydigan bo'lsa, ey Muhammad alayhisalom, deb turib Alloh taolo ayting demasdan o'zi javob beryapti. Fa inni qarib, bas men ularga yaqindirman. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Qachonki da'vatchi, ya'ni so'rovchi menga duo qiladigan bo'lsa, uni duosini ijobat qilaman, deyapti Alloh taolo. Shunga binoan ulamolar aytishadiki, Alloh taolo har bir duoni ijobat qiladi. Kimda kim ixlos bilan, ishonch bilan, yaqin bilan ihdinas siratal mustaqim deydigan bo'lsa, meni bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin deb turib, chin yurakdan so'raydigan bo'lsa, batahqiq Alloh taolo uni to'g'ri yo'lga boshlab qo'yadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Sataftariqu ummati", mana bu meni ummatim 73 dan oshiq, 73 ta firqaga bo'linib ketadi deydi. 73 ta qiyomatga yaqin mana bu ummat 73 ta toifaga bo'linib ketadi. Har biri o'ttadir deydi. Har bir firqa o'ttadir, magar ahli sunna va jamoa bo'lgan firqa o'ttamasdir deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday mazmunda hadis aytadi. Ya'ni bittagina firqa bo'ladi, u najot topguvchi firqa bo'ladi. Bu kitob va sunnat, ahli sunna va jamoa sunnat ahlidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'lini ushlagan firqa, jamoatdir. Mana shu jamoatgina bu faqat najot topguvchi jamoat bo'ladi. Shuning uchun ham biz har namozda ihdinas siratal mustaqim deganda mana shu bizlarni najot topguvchi firqalardan, najot topguvchi jamoatdan qilgan deb turib duo qilishimiz kerak-da. Shunda Alloh taolo bizlarni to'g'ri yo'ldan biiznillah o'zini izni ila adashtirmaydi. Shunda qachonki banda shu oyatni o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo aytadiki, hadis qudsiyda: "Qala hada li 'abdi va li 'abdi ma sa'al." Mana bu bandam uchundir aytgan gapi, u bandamga so'ragani bo'lar, ya'ni so'raganini men beraman deb turib, to'g'ri yo'lga boshlab qo'yar ekan Alloh subhanahu va taolo. Was-salatu kulluha qa'imatun 'ala ath-thana'i wat-ta'zim wat-tamjid. Mana bu namozimizni barchasi sano va tahmid va tamjid, Alloh taologa sano, hamdlar, maqtovlar aytishlik va ulug'lashlik ustiga qurilgandir. Mana shu narsalardan tashkil topgan ibodatda bu namoz. Har bir namozni amalini qarasangiz, yo hamd aytiladi, yo ulug'lanadi. Har bir qismida Samiallohu liman hamidahu degani Alloh taolo unga hamd aytganini, ya'ni uni maqtaganini Alloh taolo eshitdi deydi. Nimaga bunday desa, chunki rukuda subhana robbiyal azim deganda u meni Robbim pokdir, ya'ni Robbimni, ulug' bo'lgan Robbimni poklayman degan u. Mana shunday poklashlik hamd, ya'ni Allohga hamd aytganini Alloh eshitdi deb turib biz rukudan ko'tarilamiz ekanda. Samiallohu liman hamida turib. Samiallohu liman hamida degandan keyin nima deymiz? Robbana lakal hamdu deymiz. Robbana lakal hamd, sengagina ey Robbimiz maqtov deb turib yana aytamiz. Shunda hadisda keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rukudan boshlarini ko'targanda Robbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد turib Imom Muslimning rivoyatiga hadisda aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachonki rukudan boshlarini ko'targanda Robbana lakal hamd, Robbimiz sengagina maqtov bo'lsin deb turib, davomida sengagina maqtov bo'lsin, hamd bo'lsin, osmonlar va yerlar hajmichalik, ichini to'ldirganchalik maqtovlar bo'lsin, ya'ni ko'pgina maqtovlar bo'lsin. Va yana sen xohlaganchalik maqtov bo'lsin, chunki sen maqtovga ahl bo'lgan va sanoatchilikka loyiq bo'lgan zotsan. Turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Robbisini namozda maqtardi. Mana bu sunnatdan bo'ladi. Va xulosa shuki, namozimizni barchasi
sano va hamd va Alloh taoloni ulug'lashlikdan tashkil topgan ibodat bo'ladi. Imom Buxoriyning sahihida kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, mana shu hadisni o'tamiz inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: albatta Alloh taoloni inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla zikr. Albatta Alloh taoloni mala'ikalari bordir. Ular yo'llarda zikr ahllarini istab yurishadilar. Bu hadisni oldin o'tganmiz. Qachonki ular bir qavmni Alloh taoloni zikr qilayotganliklarini topib oladigan bo'lsalar, ular farishtalar ana shu majlisni o'rab olishadilar, qanotlari bilan o'rab olishadilar. Hatto bu osmonlarga ko'tarilib ketadigan farishtalar ustun bo'lganligidan Allohning huzuriga doğru u zikr majlisi farishtalarga to'lib, ya'ni nurlarga to'lib Alloh taoloni huzurigacha borar ekan. Shunda Alloh taolo o'zi bilgan holatda so'raydi. Chunki Alloh taolo barcha narsani bilib turadi. Bilgan holatda farishtalardan so'raydi: "Ey farishtalarim, nima bo'ldi?" deb so'rasa, biz zikr ahlini, zikr majlisini topib oldik. Bu yerda ey Robbimiz, senga ana shu bandalaring yusabbihunaka va yukabbirunaka va yuhammidunaka va yumajjidunak. Ular senga tasbihlar va takbirlar va hamdlar va tamjidlar, ya'ni ulug'lashliklar aytyaptilar senga. Ya'ni ular seni maqtashib, ulug'lashib o'tiribdilar, deyapti. Go'yo inshaalloh biz umid qilamizki, mana shu majlisimizdan, mana shu halaqadan bo'lishigini. Chunki mana bu halaqada biz Alloh taoloning ismini o'rganyapmiz-da. Alloh taoloni mana bu darsigimizda biz faqatgina Alloh taoloning ulug'ligi to'g'risida gaplashamiz-da. Biz Allohga qasam ichib aytamizki, mana bu darsigimizdan maqsad odamlarning boshlarini qotirish emas, balki Alloh taoloni qay darajada ulug' ekanligini biz bayonot qilishlik. Mana shu narsani o'rganaylik turib o'tiribmiz-da biz. Chunki bu fiqhul asmail husna degani, fiqhu asmaillahil husna degani Alloh taoloning go'zal bo'lgan ismlarini fiqhi tushunchasi degani. Biz mana shu narsani o'rganamiz bu yerda biz. Alloh taoloning ismlarini fiqhi degani Alloh taoloning qay darajada ulug' ekanliklarini o'rganamiz-da. Alloh taoloning qay darajada ulug' ekanini o'rganadigan dars o'tiribmiz biz. Mana shunday majlislarni biz umid qilamizki, farishtalar maqtaydigan majlislardan bo'lishligini va yana Alloh taolo ularga, farishtalarga nima deydi? Ular meni ana shu yerda zikr qilayotganlar meni ko'ribdilarmi deydi. Shunda farishtalar nima deydi? Yo'q ey Robbimiz, seni ular ko'rmadilar va ko'rmaganlar deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, kayfa law ra'awni, ular meni ko'rsalar nima bo'ladi ekan deb turib Alloh taolo so'raydi. Shunda aytadilarki, ular agarda seni ko'rganlarida edi ey Robbimiz, ular senga ko'proq tasbihlar va tahmidlar aytishardilar va yana tamjidlar, ya'ni ulug'lashardilar, turib farishtalar aytishadi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Fama yasaluni", ular mendan nimani so'rashyapti deganda, farishtalar aytadiki, "Yasalunakal janna", sendan ular jannatnigina so'rashyapti ey Robbimiz deshadi. Qala yaqulu va hal ra'awha, ular jannatni ko'rdimi o'zlari deb Alloh taolo bilgan holatda so'raydi. Qala yaqulun la wallahi ya Robb ma ra'awha. Ey Robbimiz, senga qasamki, ular jannatni ko'rmaganlar hali. Shunda Alloh taolo aytadiki, fa kayfa law annahum ra'awha, ular jannatni ko'rganlarida qanday bo'lardi deganlarida farishtalar, agar ular jannatni ko'rganlarida ey Robbimiz, ular jannatga yanada shiddat bilan hirs qo'yishardi. Ya'ni jannat uchun ular borlarini berib yuborishardi. Jannat uchun ular jonlarini tikib yuborishardi. Jannat uchun ular qo'llaridan nima kelsa, barchasini qilishardi. Hirs bilan, shiddatli bo'lgan hirs bilan deshadi. Va ashaddu laha talaban, va jannatni juda ham shiddat ila ular talab qilishardi. Va a'zama fiha raghbatan, va ularga juda ham ulkan rag'bat qo'ygan holatda jannatga ular talpinishardi deydi. Qol fama yata'awwadun, ular mendan nimadan panoh so'rashyapti deb Alloh taolo aytadi farishtalarga. Farishtalar aytadiki, yaquluna minan nar, o'tdan ular panoh so'rayapti. Ya'ni ular o'tdan qutulmoqchi bo'lyaptilar. Mana shundan panoh so'rayapti sendan deb turib aytadilar. Qala yaqul va hal ra'awha, ular o'zi o'tni ko'ribdilarmi? Jahannamni ular ko'rganmi? Qal fayaqulun la wallahi ya Robb ma ra'awha. Qala fakayfa يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. Shunda farishtalar, yo'q ey Robbimiz, Allohga qasamki, ular jahannamni ko'rmaganlar. Shunda Alloh taolo ular jahannamni ko'rganda qanday bo'lardi hollari deb so'raganda, farishtalar aytadilarki, agar ular jahannamni ko'rganda u yerdan qochish bo'yicha ular shiddatli bo'lishardilar. Ya'ni jahannamdan bor yo'lini qilib turib bu dunyoda jahannamdan qutulib qolishlik uchun bor narsani qilishardilar qo'ldan kelayotgan. Va yana undan juda ham shiddat bilan qo'rqishardilar.
فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. Alloh taolo mana shu o'rinda aytadiki, sizlarni guvoh qilaman ey farishtalarim, ularni men batahqiq gunohlarini kechirdim. Qol yaqulu malakun minal malaika. Shunda farishtalarning ichidan bir farishta aytadiki, fihim fulan laysa minhum innama jaa li hajatin. Ey Robbimiz, ularning ichida falonchi degan bir banda borki, u o'z hojati bilan keldi. Ya'ni majlis zikriga kelmadi u. O'zini bir hojati bilan, ish bilan yo'lga kelib qoldi dedi. Qol humul julasa'u la yashqa jalisuhum. Ular shunday o'tiruvchilarki, ular bilan birga o'tiruvchilar, ya'ni sheriklari oldiga o'tirib qo'yganlar, hech qachon mahzun va xafagarchilik bo'lmas ularga deb turib aytadi. Ya'ni muallif aytadiki, va idza kana jalisuhum la yashqa fa kayfa ash-sha'nu bihim. Agarda ana shu zikr ahli bilan birga o'tirib qo'yganlarni, o'tiruvchilarni holati shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Alloh taolo uni kechirayotgan bo'lsa, zikr qilib o'tirganlarning holati qanday bo'ladikina deyapti. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ana shulardan qilsin. Bizlarni Alloh subhanahu va taolo mana shu zikrni fazilatidan, gunohlarimizni kechirib o'rganlardan qilsin. Alloh taologa tamjid, ulug'lashlik aytishlik sababidan Alloh taolo bizlarni gunohlarimizni kechirganlardan qilsin. Hada vallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin.